Borliq bu mavjudlikning asosidir. Ontologiya esa borliqni anglash, uning mohiyatini tushunishga intiluvchi falsafiy yo'nalishdir. Inson o'z mavjudligini anglagan sari u borliqning bir qismi ekanini his qiladi. Mavjudlik bu nafaqat mavjud bo'lish, balki anglash va idrok etish jarayonidir. Falsafa bizni savol berishga o'rgatadi. Biz kimmiz? Nima uchun mavjudmiz? Va borliqning asl mohiyati nimada? Javob esa izlanishda, tafakkurda va ong chuqurligidadir. Borliq haqidagi suhbatimiz davom etadi. Endi biz mohiyat va mavjudlik orasidagi sirli bog'liqlikni o'rganamiz. Falsafada zaruriy mavjudlik bu barcha narsalarning asosi, o'zgarmas va mutlaq haqiqatdir. Har bir narsaning o'z mohiyati bor, ammo unga mavjudlik nuri berilsagina u haqiqiy borliqqa aylanadi. Inson ruhi esa o'zining asliga, ya'ni mutlaq nurga intiluvchi abadiy sayyohdir. Zero haqiqiy anglash bu faqat bilim to'plash emas, balki ruhning ma'naviy yuksalishidir. Borliq nuri har bir mavjudotda turlicha namoyon bo'ladi. Bu borliqning turli darajalari, ya'ni tashkikdir. Quyosh nuri kabi borliq ham manbadan uzoqlashgan sari o'zining shiddatini o'zgartiradi, ammo asli birdir. Vahdat al-vujud bu koinotdagi barcha narsalarning yagona haqiqatda birlashishidir. Biz barchamiz shu ulug'vor nur matosining bir qismimiz. Mavjudlikning yakuniy maqsadi ozlikni anglash va manbaga, ya'ni mutlaq kamolotga qaytishdir. Zero biz undan keldik va unga qaytuvchimiz.